Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1,5 million so'm miqdorida pul olgan fuqarolar uchun hozir e'lon qilingan yangi xabar nimani anglatadi? Kimlar bundan xursand bo'lishi mumkin? Kimlar esa ehtiyot bo'lishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap nafaqa, yordam puli, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov yoki vaqtinchalik moddiy ko'mak haqida ketayotganda. Bitta noto'g'ri qadam odamni puldan, huquqidan yoki navbatdagi to'lovdan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda chalkashtirmasdan tushuntiraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1500 million so'm olgan bo'lsa, albatta oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday xabarlar ko'pincha kechikib eshitiladi, kech eshitilgan ma'lumot esa foyda bermay qoladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik fuqarolar 1500 million so'm miqdoridagi to'lovni oddiy yordam pul deb qabul qilgan. Ya'ni karta yoki bank hisobiga pul tushdi. Odam uni oldi, uy ro'zg'orga ishlatdi, qarzini yopdi, dori oldi. Bolalarga kiyim kechaq qildi va shu bilan masala tugadi deb o'yladi. Lekin amalda bunday to'lovlarning ortida har doim ma'lum tartib, hujjat, ro'yxat, tekshiruv va keyingi bosqich bo'ladi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, 1,5 million so'm olganlarning holati qayta ko'rib chiqilishi, ma'lumotlari tekshirilishi, ayrimlarga qo'shimcha imkoniyat ochilishi, ayrimlardan esa hujjat yoki tushuntirish so'ralishi mumkin. Men aynan shu joyga e'tibor qaratmoqchiman. Pul olganingizning o'zi hammasi tugadi degani emas. Ba'zan pul olgan odam keyingi to'lovga ham da'vogar bo'ladi. Ba'zan esa uning oilaviy daromadi, ish joyi, pensiya yoki nafaqa holati qayta hisob-kitob qilinadi. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlarga demak hammasi qonuniy, endi hech narsa qilmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Fuqaroga yordam puli tushgan, lekin keyin u kerakli hujjatni vaqtida topshirmagan. Natijada keyingi oy to'lov to'xtagan. Yana bir fuqaro esa aksincha pul tushmagan deb o'ylab yuradi. Aslida uning arizasi tizimda turibdi. Faqat bitta ma'lumot noto'g'ri kiritilgani uchun to'lov kechikkan bo'ladi. Birinchidan, 1,5 million so'm olgan bo'lsangiz, avvalo bu pul qaysi asosda tushganini aniqlab oling. Bu juda muhim. Chunki bir xil summa turli manbalardan kelishi mumkin. Kimlargadir bu pul kam ta'minlangan oila sifatida berilgan bo'lishi mumkin. Kimlargadir bola puli ijtimoiy yordam, bir martalik moddiy ko'mak. Ish bilan bog'liq kompensatsiya yoki mahalliy dastur doirasida ajratilgan bo'lishi mumkin. Pulning nomi boshqa bo'lsa, unga qo'yilgan talab ham boshqa bo'ladi. Ikkinchidan, kartangizga tushgan pulni faqat SMS ga qarab baholamang. SMSda ko'pincha to'lov nomi to'liq chiqmaydi. Kirim, ijtimoiy to'lov, nafaqa, subsidiyaga o'xshash to'lov degan umumiy yozuv bo'lishi mumkin. Siz bank ilovasi orqali operatsiya tafsilotini ko'ring yoki bankdan ma'lumotnoma oling. Agar to'lov davlat organi, ijtimoiy himoya bo'limi, mahalla yoki boshqa tashkilot orqali kelgan bo'lsa, uning manbasini bilib qo'yish kerak. Uchinchidan, oilaviy tarkib va daromad ma'lumotlari juda katta ahamiyatga ega. Masalan, bir oilada ota vaqtincha ishsiz, ona bolalar parvarishi bilan uyda 2 nafar farzand maktabda o'qiydi. Bunday oilaga 1,5 million so'm tushgan bo'lsa, bu ularning ehtiyojmandlik mezoniga kirganini anglatishi mumkin. Lekin keyingi oy otaning nomiga rasmiy ish haqi chiqsa yoki oilaga yangi avtomobil rasmiylashtirilsa yoki boshqa daromad manbasi aniqlansa, to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. To'rtinchidan, sizning nomingizdagi mol-mulk, mashina, yer, tadbirkorlik faoliyati, bankdagi yirik aylanmalar ham e'tiborga olinishi mumkin. Odamlar ko'pincha men hozir qo'limda pul yo'q, demak yordam olishim kerak deb o'ylaydi. Lekin tizim faqat bugungi cho'ntakdagi pulga qaramaydi. U rasmiy ma'lumotlarni ko'radi. Kimning nomida nima bor, qaysi daromadlar o'tgan, kim ishda, kim pensiya oladi, kim nafaqa oladi. Agar siz 1500 million so'm olgan bo'lsangiz va ariza topshirganda ma'lumotlarni to'liq bermagan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Masalan, oilada ishlaydigan odam bor, lekin arizada ko'rsatilmagan yoki turmush o'rtog'i bilan birga yashaydi, lekin hujjatda alohida yashaydi deb ko'rsatilgan. Yoki farzandlar boshqa manzilda ro'yxatda turadi, lekin aslida bir uyda yashaydi. Mana shunday tafovutlar keyinchalik savol tug'diradi. Yana bir xavotirli holat. Pul kelganidan keyin sizga telefon qilib, pul noto'g'ri tushgan, qaytarib bering. Karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring.
tekshiruvdan o'tkazamiz degan odamlar chiqishi mumkin. Men alohida ogohlantiraman. Hech qachon SMS kod, bank karta paroli, ilova paroli, shaxsiy kabinet parolini hech kimga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu juda katta ehtimol bilan firibgarlik. Shuningdek, agar siz pulni olgan bo'lsangiz, lekin men ariza bermagan edim, qayerdan keldi bilmayman desangiz, buni ham tekshiring. Ba'zan yaqin qarindosh nomingizdan ariza bergan bo'lishi mumkin. Ba'zan avvalgi ariza asosida kechikkan to'lov tushadi. Ba'zan esa xatolik bo'lishi ham mumkin. Xatolik bo'lsa, uni vaqtida aniqlash foydali. Chunki keyin nega bildirmadingiz degan savol tug'ilishi mumkin. Agar siz barcha hujjatlarni to'g'ri topshirgan bo'lsangiz, oilaviy tarkib daromad, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlaringiz aniq bo'lsa, qo'rqishga hojat yo'q. To'lov qonuniy asosda tushgan bo'lsa, siz uni o'z ehtiyojingizga ishlatishingiz mumkin. Lekin shunda ham hujjatlarni saqlab qo'yish kerak. Masalan, ariza nusxasi, bankdan pul tushgani haqidagi ma'lumot, mahalla yoki mas'ul tashkilot bergan javob, pasport va oilaviy tarkibga oid hujjatlar kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar sizga qo'shimcha hujjat so'rab murojaat qilishsa, bunda ham darrov vahima qilmang. Bu har doim ham yomon belgi emas. Ba'zan tizim ma'lumotlarni yangilash uchun hujjat so'raydi. Masalan, farzand o'qiyotgani haqida ma'lumot, nogironlik guvohnomasi, vaqtincha ishsizlik holati, ijara shartnomasi yoki yashash joyi bo'yicha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Hujjatni vaqtida topshirsangiz, aksariyat holatda masala hal bo'ladi. Birinchi misol. Tasavvur qiling, 3 farzandli oila bor. Ota mavsumiy ishda ishlaydi. Har oy bir xil daromad olmaydi. Ona uyda kichik farzandga qaraydi. Oilaga 1.500.000 so'm tushdi. Ular bu pulga oziq-ovqat, maktab xarajatlari va kommunal to'lovlarni qildi. Bu oila uchun eng muhim narsa nima? Ular keyingi oy ham yordamga ehtiyoj borligini hujjatlar bilan ko'rsata olishi kerak. Agar otaning doimiy ish joyi yo'q bo'lsa, bandlik organiga murojaat qilgani, ish qidirayotgani, vaqtinchalik ish bilan bandligi haqida ma'lumot foydali bo'ladi. Ikkinchi misol, bir ayol yolg'iz ona sifatida farzandini boqadi. Unga 1.500.000 so'm tushgan. Lekin uning yashash manzili eski pasport ma'lumotida boshqa joyda qolgan. Amalda u boshqa tumanda yashaydi. Bunday holatda muammo nimada? Tizim uni bir joyda, mahalla esa boshqa joyda ko'rishi mumkin. Natijada keyingi ariza ko'rib chiqilishda manzil mos emas degan sabab bilan kechikish yuz beradi. Shuning uchun men doim aytaman, manzil, telefon raqami, pasport ma'lumoti va oilaviy tarkibni yangilab yurish kerak. Uchinchi misol. Bir nafaqadagi ota-onaning uyida katta yoshli farzandi ro'yxatda turadi, lekin aslida boshqa shaharda ishlaydi. Uyga 1.500.000 so'm yordam puli tushgan. Tekshiruvda ro'yxatda turgan farzandning daromadi ham oila daromadiga qo'shib hisoblanishi mumkin. Agar u aslida alohida yashasa, buni tasdiqlash kerak bo'ladi. Masalan, ish joyidan ma'lumot, ijara shartnomasi, vaqtincha yashash joyi bo'yicha hujjat yoki boshqa isbot talab qilinishi mumkin. 4-misol, bir fuqaro yaqinda avtomobil sotib olgan, lekin kreditga olgan. O'zi esa hozir moliyaviy qiyinchilikda. U 1.500.000 so'm yordam olganidan keyingi bosqichda tizim avtomobil borligini ko'rishi mumkin. Bu avtomatik tarzda hamma narsadan mahrum bo'ladi degani emas, lekin savol tug'dirishi mumkin. Chunki ehtiyojmandlik baholanganda mol-mulk ham hisobga olinadi. Shunday paytda odam vaziyatini hujjat bilan tushuntirish kerak. Kredit shartnomasi, oylik to'lov miqdori, daromad kamaygani, kasallik yoki boshqa sabablar. 5-misol. Bir oilaga 1.500.000 so'm tushdi, lekin ular pulni darrov boshqa odam kartasiga o'tkazib yubordi. Keyin bank aylanmalarida bu ko'rinadi. Agar mas'ul idora pul nima uchun o'tkazildi deb so'rasa, odam javob berishga tayyor bo'lishi kerak. Albatta, yordam puli bilan qarz yopish, dori olish, oziq-ovqat qilish mumkin. Lekin firibgarlik samasiga tushib qolmaslik kerak. Ba'zilar men sizga yordam pulini chiqarib beraman, yarmini menga berasiz deb odamlarni aldashi mumkin. Bunday takliflar qonuniy emas va keyin muammo keltiradi. Eng muhim nozik jihat shuki, 1.500.000 so'm olganlarning hammasi bir xil toifaga kirmaydi. Bir odam bu pulni bir martalik yordam sifatida oladi. Boshqa odam esa doimiy ijtimoiy to'lovning bir qismi sifatida oladi. Shuning uchun qo'shningizga nima bo'lganiga qarab o'zingizga xulosa chiqarmang. Qo'shningizga yana pul tushgan bo'lishi mumkin, sizga tushmasligi mumkin. Yoki sizga qo'shimcha hujjat so'raladi, unga so'ralmaydi.
Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Lekin sabab oilaviy tarkib, daromad, ro'yxat, hujjat yoki tizimdagi ma'lumot farqida bo'ladi. Yana bir muhim jihat. Bank kartasi kimning nomida? Ba'zan yordam puli ariza beruvchining nomiga tushadi. Ba'zan oiladagi boshqa shaxs nomidagi karta ishlatilgan bo'ladi. Bu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Agar to'lov sizning nomingizga ajratilgan bo'lsa, lekin karta boshqa odamniki bo'lsa, keyinchalik tushuntirish talab qilinishi mumkin. Eng to'g'risi, rasmiy to'lovlar shaxsning o'z nomidagi bank hisobiga tushgani ma'qul. Telefon raqam masalasi ham juda oddiy ko'rinadi, lekin katta muammo tug'diradi. Ariza topshirilganda eski telefon raqami yozilgan bo'lsa, xabarlar o'sha raqamga ketishi mumkin. Keyin odam menga hech kim aytmadi deb qoladi. Shu sababli men tavsiya qilaman. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, mahalla, ijtimoiy himoya bo'limi, bank yoki tegishli tashkilotdagi ma'lumotni yangilang. Yana bitta noaniq holat bor, pul tushgan, lekin keyin qaytarish talabi kelgan. Bunday vaziyatda darrov qo'rqib, biror odam kartasiga pul tashlab yubormang. Avval rasmiy yozma talab bormi, qaror bormi, qaysi organ so'rayapti, asos nima? Bularni aniqlang. Og'zaki telefon qo'ng'irog'i bilan pul qaytarilmaydi. Agar haqiqatan xatolik bo'lsa, to'lovni qaytarish tartibi ham rasmiy bo'ladi. Firibgarlar aynan shunday paytda faollashadi. Ular odamlarning xursandchiligidan yoki qo'rquvidan foydalanadi. Siz 1500 ming so'm olgansiz. Endi yana 2000 ming so'm chiqadi, faqat kartangizni tasdiqlang deyishi mumkin. Yoki hujjatingizda xato bor, to'lovni saqlab qolish uchun kod ayting deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, SMS kodini aytsangiz kartangizdagi pulni yo'qotishingiz mumkin. Rasmiy ishlar faqat rasmiy idora, rasmiy ariza va rasmiy platformalar orqali qilinadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangizga tushgan 2500 ming so'mning manbasini aniqlang. Bank ilovasiga kiring, to'lov nomini tekshiring. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankka murojaat qilib, kirim bo'yicha ma'lumotnoma so'rang. Ma'lumotnomada sana, summa, jo'natuvchi tashkilot yoki operatsiya turi ko'rsatiladi. Bu keyin sizga dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam. O'zingiz ariza bergan bo'lsangiz, ariza topshirgan joyga murojaat qiling. Bu mahalla bo'lishi mumkin, ijtimoiy himoya bo'limi bo'lishi mumkin, bandlik organi yoki boshqa mas'ul tashkilot bo'lishi mumkin. Ulardan men olgan to'lov qaysi dastur asosida berildi? Keyingi bosqichda mendan qanday hujjat talab qilinadi? Muddat bormi deb so'rang. Savolni aniq bering. Javobni imkon qadar yozma yoki rasmiy shaklda oling. Uchinchi qadam. Hujjatlaringizni tartibga soling. Shaxs tasdiqlovchi hujjat, oilaviy tarkib, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha ma'lumot, pensiya yoki nafaqa hujjati. Ish joyidan daromad ma'lumotnomasi, ishsizlik yoki bandlikka oid ma'lumot, ijara shartnomasi, kredit shartnomasi, davolanish xarajatlari bo'yicha chek yoki ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hammasini bitta papkaga yig'ib qo'ying. 4-qadam, oiladagi rasmiy ma'lumotlarni tekshiring. Kim qayerda ro'yxatda turibdi? Kimning nomida avtomobil bor? Kimning nomida yer yoki uy bor? Kim rasmiy ishda, kimning bank aylanmasi katta? Bularni oldindan bilib oling. Chunki mas'ul idora so'raganda bilmayman deyish ko'p hollarda yordam bermaydi. Odam o'z holatini tushuntira olishi kerak. 5-qadam, agar sizga to'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini so'rang. Nega pul tushmadi deb umumiy shikoyat qilishdan ko'ra, qaysi mezon bo'yicha rad etildi, qaysi hujjat yetishmayapti, qayta ariza berish muddati qachon, e'tiroz bildirish tartibi qanday deb so'rang. Mana shu savollar natija beradi. Chunki muammo daromad mezondami, hujjat yetishmasligidami, manzil mos kelmasligidami yoki tizimdagi texnik xatodami, shuni bilmasdan turib yechim topib bo'lmaydi. 6-qadam. Agar firibgarlikdan shubhalansangiz, darhol kartani bloklang yoki bankka qo'ng'iroq qiling. Agar SMS kodini aytib qo'ygan bo'lsangiz, vaqtni bo'y bermang. Bank ilovasining parolini almashtiring. Kartani vaqtincha bloklang. Bank operatoriga vaziyatni tushuntiring. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qilish kerak bo'lsa, ariza yozing. Firibgarlikda eng muhim narsa vaqt. Chunki pul bir necha daqiqada boshqa hisobga o'tib ketishi mumkin. 7-qadam. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, lekin tizim sizni rad etgan bo'lsa, taslim bo'lmang. Sababini aniqlang va hujjat bilan isbotlang. Masalan, rasmiy ish haqi bor, lekin u kredit va davolanish xarajatlari sabab yetmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki nomingizda uy bor,
lekin u yashash uchun yagona uy bo'lishi mumkin. Yoki avtomobil bor, lekin u oilaning tirikchilik manbai. Masalan, taksi yoki yuk tashish uchun ishlatilishi mumkin. Har bir holatni dalil bilan tushuntirish kerak. Agar ariza yoki murojaat yozmoqchi bo'lsangiz, juda murakkab gaplar shart emas. Men tavsiya qiladigan shakl oddiy. Men falonchi falon sanada 1,5 million so'm miqdorida to'lov oldim. Ushbu to'lov qaysi asosda ajratilgani, keyingi to'lovlar bo'yicha huquqim talab qilinadigan hujjatlar va agar mavjud bo'lsa, qayta ko'rib chiqish tartibi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar muammo bo'lsa, qo'shimcha yozasiz. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'lgan deyilsa, murojaatda shunday yozing. Menga ajratilgan to'lov ortiqcha yoki xato hisoblangan bo'lsa, ushbu xatoning huquqiy asosi, hisob kitobi, qaror nusxasi va to'lovni qaytarish tartibini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, masala og'zaki gapdan rasmiy tekshiruvga o'tadi. Rasmiylik sizni himoya qiladi. Agar sizdan qo'shimcha hujjat so'rashsa, uni kechiktirmang. Ko'p odamlar ertaga boraman, keyingi hafta olib boraman deb yuradi. Keyin muddat o'tib ketadi. Ayniqsa ijtimoiy to'lovlarda muddat muhim. Hujjatni topshirganingizdan keyin qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki hech bo'lmasa qabul qilgan xodimning ma'lumotini yozib oling. Yana bir amaliy maslahat, har bir gapni telefon orqali emas, imkon qadar yozma yoki elektron iz bilan qoldiring. Masalan, murojaat raqami bo'lsa, keyin tekshirish oson. Og'zaki gap esa ertaga inkor qilinishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun emas, himoya qilish uchun aytyapman. Hujjat bor joyda huquqni talab qilish osonroq. Birinchi xato pulni olgan zahoti hamma hujjatni tashlab yuborish. Bu noto'g'ri. Kamida bir necha oy davomida barcha hujjatni saqlab qo'ying. Chunki keyin tekshiruv, qayta hisob kitob yoki e'tiroz paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato qo'shnining gapiga ishonish. Falonchi dedi, hammaga yana pul berarkan, pulingni qaytarisharkan, kod aytsan yana tusharkan degan gaplarga ishonmang. Har bir ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla, bank, ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli tashkilotdan aniqlang. Uchinchi xato, kartani boshqa odamga berish. Sen olib tur, men ishlata olmayapman. Pul tushsa yechib berasan degan holatlar xavfli. Kartangiz va hisobingiz sizning javobgarligingiz. Agar karta orqali shubhali operatsiya bo'lsa, birinchi savol sizga keladi. To'rtinchi xato, oilaviy daromadni yashirish. Ba'zan odamlar aytmasam bilishmaydi deb o'ylaydi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Yashirilgan ma'lumot keyin aniqlansa, nafaqat to'lov to'xtashi, balki ortiqcha to'lovni qaytarish masalasi ham chiqishi mumkin. 5-xato, o'z huquqini bilmaslik. Agar sizga rad javobi berilsa, bu har doim yakuniy nuqta emas. Sababini bilish, hujjat qo'shish, qayta murojaat qilish yoki e'tiroz bildirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun vaqtida harakat qilish kerak. Demak, 2500 ming so'm olganlar uchun asosiy syurpriz shundan iboratki, bu masala pul tushgani bilan tugab qolmaydi. Sizning to'lovingiz qaysi asosda berilgani, keyingi bosqichda hujjat kerakmi? Oilaviy daromad qayta tekshiriladimi? Qo'shimcha imkoniyat bormi yoki xavfli holat bormi? Bularni aniqlash zarur. Kimning hujjati joyida bo'lsa, qo'rqmasin. Kimda ma'lumotlar chalkash bo'lsa, hozirdan tartibga keltirsin. Men sizga eng muhim narsani yana bir bor eslataman. SMS kodini hech kimga bermang. Bank kartangizni begonalarga topshirmang. Rasmiy hujjatsiz pul qaytarmang. Har bir to'lov manbasini tekshiring va o'z huquqingizni yozma ravishda talab qiling. Shunda siz nafaqat hozirgi pulni, balki kelajakdagi huquqlaringizni ham himoya qilasiz. Agar siz ham 1,5 million so'm olgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz olgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pul qachon tushdi, qaysi hududdansiz? Sizdan qo'shimcha hujjat so'rashdimi yoki yo'qmi? Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bildirishnoma yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda ham sizga eng muhim ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va fuqarolarning huquqlari haqida aniq, tushunarli va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.